Do'stlar, va'da qilingan konsert boshlanish arafasida biz esa konsert oldi mana shu pult oldida iste'dodli xonandalar, Buxoroning iste'dodli ijodkorlarini ham ko'rmoqdamiz. Rahim aka, Buxorodagi yangi ma'muriy bino, ya'ni hokimiyatning ochilish munosabati bilan Yulduz Turdiyeva tomonidan konsert tashkil qilinyapti. Omad tilab qolamiz. Buxoroliklar uchun yangi joy, yangi lokatsiya aylanish uchun kelinglar, tomosha qilinglar. Xalqimizga xizmat qilyapti, O'zbekiston xalq artisti bo'lish unvoniga ega bo'lsin doim. Rahmat kelgani uchun shu xalqlar hamma o'zimizning xususan kelajakda qo'llab O'zbekistonimizga aylanib bundan tez tegmasin, omad yor bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ko'hna va navqiron Buxoroning barcha muxlislari, yurtdoshlarimiz. Bugungi mana shunday chiroyli marosim, chiroyli tadbir barchangizga xush bo'lsin va bayramga xush kelibsizlar. Ilm olib, ularni taqdirlanganligi Buxoro yoshlari, Buxoro ota-onalarida faxr tuyg'usini uyg'otdi. Assalomu alaykum aziz buxoroliklar, aziz mehmonlarimiz, qadrli yoshlar. Hammalaringiz bugungi tadbirga xush kelibsizlar. Kayfiyatlar yaxshimi buxoroliklar? Hamma vaqt yaxshi bo'lsin. Mana shu yaxshi kayfiyat hammamizga hamroh bo'lsin. Mana shu ishlarni birgalikda amalga oshiramiz.
Endi albatta mana shunday quvonchli kunlarda xalqimiz sevgan Yulduzxon Turdiyeva bugun Buxoromizga tashrif buyurganlar va o'zlari telefon qilib aytdilarki, men buxoroliklarga bugun yaxshi bir konsert taqdim etaman. Buxoroliklarni xursand qilaman deb. Shuning uchun kelinglar, Yulduzxonim uchun ham bir qarsak chalib, bir olqishlab qo'ysak. Katta rahmat. Men o'ylayman, Yulduzxon bugun mana shu sizlarga xizmat qilib, yaxshi bir bugungi tadbirni birgalikda o'tkazamiz. Farzandi. Bu zaminning qizi ham aynan sizlarning oldingizga chiqishda katta hayajonda. Kelinglar, ularni qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Qarshingizda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsagan artist Yulduzxonim Turdiyeva sizlar uchun. Buncha insondan bunaqa ovoz emas, bundan ham baland bo'lish kerak. Assalomu alaykum Buxoro ahli. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar aziz buxoroliklar. Katta rahmat, omon bo'linglar. Hozir juda ham hayajondaman, chunki bu kunlarni bilasizlarmi, juda ham uzoq kutganman. Kuchli hayajondaman. Har biringizga katta rahmat, san'atimizga bo'lgan e'tiboringiz uchun, hurmatingiz uchun. Bugun bu yerda barcha aziz yaqinlarimiz, do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, Buxoro aziz mehmonlari yana bir bor xush kelibsizlar. Ijod ahli nomidan, oilam nomidan katta rahmat aytaman. Qaranglar, qanchalik chiroyli manzaradamiz. Buxoro hokimligi yangi ma'muriy markaz barchamizga muborak bo'lsin azizlar. Go'zalligini qarang, bayroqni qarang hilpirab turganini. Ilohim yurtimizda tinchlik bo'lsin. Men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman barcha buxoroliklar nomidan, ijod ahli nomidan. Buxoromiz hokimi Botir Zaripov Komilovichga olqishlaringiz bo'lsin. Katta rahmat, katta rahmat. Omon bo'ling. Biz yoshlarga bergan e'tiboringiz uchun, ishonchingiz uchun katta rahmat. Albatta men hali yurayverardim. Ha, konsert bo'ladi. Meni turtki berib, mana shu konsertimni bo'lishida qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat aytmoqchiman. Omon bo'ling. Buxoro xalqini baxtiga sog'-salomat bo'ling. Davom etamizmi? Yulduzxonim Turdiyeva Buxoroda. Rostul aka, Buxoro ovoz qandaydir pastda, xalqimiz ovozimiz yaxshi eshitilyaptimi? Xo'p. Ijodimizdagi eng sara go'zal taronalar sizlar uchun. Biz esa davom etamiz. Marhamat azizlar. Xush kelibsizlar. Go'zal sozandalarimizga ham olqishlaringiz azizlar. Bilaman, hammangiz raqsga tushishni xohlayapsiz. Davom etamizmi? Nafas.
Endi go'zal taronalarimiz, juda ham sho'x qo'shiqlarimiz davom etadi. Barchangizni raqslarga taklif qilamiz. Yoqyaptimi hammasi? Nafas, 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 nafas. Sevimli suxandonimiz Rixsitilla Abdullayev, xush kelibsiz. Bir qator so'yish oling. Albatta. Jonli ijro, jonli qo'shiqdan o'ziga xos mas'uliyati bor. Unga kuch, ovoz, barcha tomoshabinlarga kerak bo'ladi. Obodan bosh, Xokancharon daryodan bosh, ham toji salam Buxorom, she'ru g'azalam Buxoro, Buxoro besh. Katta rahmat, Quvondiq aka, sog' salomat bo'ling. Davom etamiz azizlar. Shu qo'shiqlar davom etadi, marhamat.